Assalomu alaykum agrotexnika o'z kanalimiz kuzatuvchilar. Freza so'raganlarga frezalarda hozir bizda 3 dona freza bor. Agar yo'qlarini ham hozir rasmlarni tashab qo'yaman gruppamizga. Bemalol ko'rib narxlarini bilsalaring bo'laveradi. Hozir endi bizda borini filiallarda bor. Toshkent filiali, Samarqand filiallarida barchasida turibdi. Filiallarda mavjud. Endi ba'zi birda 2 yo'm bo'lsa, bizda 1.60, bittasida 2.40liklari bor. Xo'p, 1.60liklari buni og'irligi 310 kg chiqadi, 1.60lik akpilniki. Buni narxi 38 million so'm. Agar kimga mana shunaqa reduktor kerak bo'ladigan bo'lsa, reduktorni o'zi ham bor, sotiladi bu. Xo'p, keyingisi buning og'irligi 360 qancha edi buning og'irligi? 359 kg chiqadi. Buning narxi 58 million so'm. Endi bu yerda turibdi Turkiyaniki. Bular Polshaniki, bu Turkiyaniki. Bu yonga chiqadigani silindrli varianti. Buning narxi 48 million so'm. Buning og'irligi 524 kg chiqadi. Xuddi shuni boshqacha variantlari ham bor. Narxlarini, rasmlarini tashab qo'yaman hozir Telegram kanalimizga. Bemalol ko'rib xarid qilsalaring bo'laveradi. Lizingga, kreditga chiqarib berilaveradi.